هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Leyl tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Leyl suresi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Leyl Mekke'de nazil boğan 21 ayet. Leyl suresini İşa namazıda okuş doğrusida. Biz yuqorqi ayetlerinin tefsiride Peygamber aleyhisselamның Muazga sen İşa namazıda A'la, Şems, Leyl suresini okusan bulmam degenlikini bayan qilgan edi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Qarang'uliqi alemni qaplagan kechi bilan qasamki, yo'rg'an chog'diki kunduz bilan qasamki, ayollarni yaratgan zot Allah bilan qasamki, sizlarning amalinglar shak shubhisiz xilma-xildir. Pul melini Allah'ның razılıq üçün sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, onunğa biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Bexillik qilib Allah'ның savobidan o'zini behojat hisoblagan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz onunğa yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. U davzaq tashlangan chaqda uning meli hech narsaga asqatmaydi. Kişilerinin amallarının o'xshamasligiga qarata erishadigan natijasining o'xshamaydiganlik to'g'risida. Alloh taolo qorong'uliqi olamni qoplagan kechi bilan qasamki, yo'rg'an chog'dagi kunduz bilan qasamki degan oyatlarda maxluqotlarni qorong'uliq bilan qoplagan kecha ve nuri bilen ulanı yoritgan kunduz bilen qasam qildi. Ayolni yaratgan zot Allah bilen qasamki, Allah Taala ayolni yaratganligi haqida mundaq dedi. Sizlarni ayol qilib yaratdik. Sizlarning ibrat elishinglar uchun har bir narsani jup yaratdik. Yuqorqi oyatlarda qilingan qasamlar bir-biriga zid bo'lgan narsalar bilan qilingan qasam bo'lg'achqa, bu qasamlar orqali ifodalamoqchi bo'lgan ishlarmi cho'qim bir-biriga o'xshamaydigan ishlardir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Sizlarning amalinglar shak shubhisiz xilma-xildir. Ya'ni bandalarning qilgan ishlari bir-biriga o'xshashmaydi. Ya'ni ba'zilar yaxshi amallar bilan shug'ullansa, ba'zilar yomon amallar bilan shug'ullanadi. Pul melini Allohning roziligi uchun sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, ya'ni berishga buyurilgan zakotni berib, qilgan ish amallarida Alloh taolodan qo'rqqan odamga va kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, Qatada bu oyatdan qilgan yaxshi ish amallariga mukofot berildiganiga ishongan odam ko'z tutiladi dedi. Husayf bu oyatdan qilgan yaxshi amal ibodatlari uchun savob berildiganligiga ishongan odam ko'z tutiladi dedi. Onunğa biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi biz onu yaxshilikqa muyassar qilamiz deganlikdir dedi. Şuna Allah Taala mundaq dedi. Bexillik qilib, ya'ni qo'lidagi malda bexillik qilib, Allah'ның savobidan o'zini behojat hisoblagan,
Ikrima ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi mal mulkini keraklik yerlarga bermay, bexillik qilib, o'zini Alloh taolaning roziligiga hojati yo'q deb qaragan deganlikni rivoyat qildi. Bu asarni Ibn Abu Hatim rivoyat qildi. Kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, ya'ni oxiratda mukofot beriladiganligini inkor qilgan odamga kelsak, biz uningga yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etamiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek, yana ishonmaydi. Ularni gumrohliklarida tingirqab yurishga qo'yib etamiz. Alloh taolaning yaxshilikni maqsad qilgan kishini yaxshilikka erishtirish bilan mukofot beradiganligiga, yomonlikni maqsad qilgan kishini yomonlikka erishtirish bilan jazolaydiganligiga aloqador oyat va hadislar nihoyat ko'pdir. Biz tövende shuningga aloqador hadislarni bayon qilamiz. İmam Ahmad Abu Bakr radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomga: "Ey Allohning payg'ambari, biz taqdirda qilish putib etilgan ishlarni qilyapamdiq yoki taqdirda putilmagan endi bo'ladigan ishlarni qilyapamdiq?" deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom: "Balki putilib bo'lgan ishlarni qilasizlar" dedi. Men: "Undaqda biz nima uchun amallarni qilamiz?" dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Har kim taqdirda qilishi putilgan ishlarni qilishga muyassar qilindi" deb javob berdi. İmam Buxoriy Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Buqayil G'urqadda bir jinoza namoziga qitilgan edik. Payg'ambar alayhisalom kelib o'ltirdi. Bizmi uning atrofini cho'rdab o'ltirdik. Payg'ambar alayhisalom qo'lida bir hasini tutib olgan bo'lib, u hasisi bilan ya'ni jijab siziq sizishga boshladi. Ondan sizlardan har biringlardan, ya'ni har bir jon egisining jannatdagi yoki do'zaxdagi o'rni bekitilib bo'lingan. Uning baxtlik yoki badbaxt bo'lishimi putilib bo'lingan dedi. Aramızdan bir kishi: "Ey Allohning payg'ambari, undaqda biz putilib bo'lgan taqdirimizga tayinibla yaxshi amal ibodatlarni qilmasaqmi bo'lmamdi? Bizdan baxtga erishidi deb putilganlar baribir baxtlik, baxtsiz deb putilganlar baribir baxtsiz bo'ladi ekan-ku" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Baxtlik deb putilganlar baxtlik bo'ladiganlarning amalini, badbaxt deb putilganlar badbaxtlarning amalini qilishga muyassar qilindi" deb, ondan Alloh taolaning pul melini Allohning roziligi uchun sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, uningga biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Bexillik qilib Allohning savobidan o'zini behojat hisoblaydigan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz uningga yomon yo'lni muyassar qilib beramiz degan oyatini o'qidi. Bu hadisni İmam Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Ahmad ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, bizning qilayotgan ishlarimiz taqdirda putilib bo'lingan ishmi yoki yangidan bo'ladigan ishmi?" deb so'rasam, payg'ambar alayhisalom: "Sen qilayotgan ishlar sana putilib bo'lgan ishdir. Ey Xattobning o'g'li, amal ibodat qilgin. Chunki har kim o'ziga taqdir qilingan amallarni qilishga muyassar qilindi. Baxtliklar baxtlik bo'lishning ish amallarini, badbaxtlar badbaxt bo'lishning ish amallarini qiladi" dedi. Bu hadisni İmam Tirmizi rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İbn Jarir Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomga:
ey Allohning payg'ambari, biz taqdirda putilib bo'lgan ishni qilamdiq yoki teq putilmagan ishnimi deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom putilib bo'lgan ishni deb javob berdi. Buni anglagan Suraqa, undaqda nimishqa amal ibodat qilamiz dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga, har bir kishi faqat o'ziga putilgan amallarni qilish bilan muyassar qilindi deb javob berdi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Ibn Jarir Amir ibn Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Makkadagi vaqtida musulmon bo'lgan ojiz bichora qullarni setib olib azod qiladi va islomga kirgan yashangan ayollarni azod qilib o'tadi. Bir kuni dadasi uningga, ey o'g'lim, qarasam sen faqat ojiz bichoralarni azod qilyapsan. Agar sen kuchli qavul kelgan kishilarni azod qilgan bo'lsang, ular sana yordamchi bo'lib, seni qo'g'digan bo'ladi dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu dadasiga, ey dada, mening ko'zlaydiganim faqat Allohning savobiga erishishdir dedi. Ailemdekilerden bazılarının deyişçe Allah Teala'nın pul melini Allah'ın razılık için sarf kıygan, takvadarlık kıygan, kelime tevhidini tasdik kıygan adam kesek degan ayetleri Abu Bakr radıyallahu anhu hakkında düşkenmiş. O devzaq taşlanğan çağda onun meli hiç narsaga asqatmaydı. Mücahid bu ayetning ma'nosi u o'lgan chaqda uning meli hech narsaga asqatmaydi deganlikdir dedi. Abu Salih va Imom Malik Zayd ibn Aslamning bu oyatning ma'nosi u o'tqa tashlangan chaqda uning meli hech narsaga asqatmaydi deganlikni rivoyat qildi. To'g'ri yo'lni ko'rsatishga shak shubhisiz biz mas'ulmiz. Dunyo va oxirat shak shubhisiz bizning ilkimizdir. Sizlarni lovuldab turgan o'tdan ogohlantirdim. Uningga faqat haqni inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odamlar kirdi. Paklanish uchun mol mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qilgan odam uningdan, ya'ni o'tdan yiroq qilindi. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Robbining roziligi uchundir. U, ya'ni ihson qilguvchi odam Robbining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Hidoyat tepish va uningdan boshqa ishlarning Alloh taolaning ilkida ekanligi to'g'risida. To'g'ri yo'lni ko'rsatishga shak shubhisiz biz mas'ulmiz. Qatada bu oyatning ma'nosi halol haromni biz bayon qilib beramiz deganlikdir dedi. Boshqalar bu oyatning ma'nosi kimiki hidoyat yo'liga mangsa Alloh taolo uni roziligiga erishtirguchidir deganlikdir dedi. Bular bu oyatning ma'nosini Alloh taolaning to'g'ri yo'l ko'rsatishni Alloh o'z ustiga olgan degan oyatning ma'nosiga o'xshash tushundi. Bularning bu rivoyatini Ibn Jarir bayon qildi. Dunyo va oxirat shak shubhisiz bizning ilkimizdadir. Ya'ni dunyo va oxiratning hammasi bizning ilkimizdadir. Uningdagi ishlarni men bir taraf qilaman. Sizlarni lovuldab turgan o'tdan ogohlantirdim. Mücahid bu oyatning ma'nosi yenib turgan o'tdan ogohlantirdim deganlikdir dedi. Imom Ahmad Simak ibn Harbdan Nu'man ibn Basharning xutba so'zlab o'tib mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomning xutba so'zlab o'tib, men sizlarni jahannamdan ogohlantirdim deganligini anglagan edim. Payg'ambar alayhisalom bu so'zni hatto bu yerdan bozordagilar anlig'idek darajada yuqori ovoz bilan degan edi va hatto payg'ambar alayhisalomning toni o'shqiga tushib qolgan edi. Imom Ahmad Abu Ishoqdan Nu'manning xutba so'zlab o'tib mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomning
Dövzaq ahlidan azabı eng yengil bo'lgan kishilarga o'tdan bo'lgan oyoq kiygizilgan. U o'tning ta'sirida mingisi qozon qaynagandek qaynaydigan kishidir. U kishi o'zidanmi qattiq azoblanadigan kishi yo'q deb o'ylaydi. Amaliyotda uning azobi eng yengil azobdir deganligini anglagan edim dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Onunğa faqat haqni inkar qilgan, iymondan yuz o'rgan odamlar kirdi. Ya'ni lavuldab turgan o'tqa dilida haqni inkar qilgan va yaxshi amallarni qilmay bo'yin tovliq qilgan eng badbaxt kishilarga kirdi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom mening ummatlarim ichida bo'yin tovliq qilganlardan boshqa hamma kishi qiyomat kuni jannatga kirdi dedi. Sahabeler, ey Allah'ın paygamberi, bo'yin tovliq qilganlar kimlar deb so'radi. Payg'ambar alayhissalomning kimiki menga itoat qilsa jannatga kirdi. Kimiki menga osiylik qilsa bo'yin tovliq qilgan bo'ladi dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qilgan. Pokilanish uchun mol mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan odam uningdan, ya'ni o'tdan yiroq qilindi. Ya'ni mollarini, o'zini, mol dunyosini va Alloh bergan dunyolik va oxiratlikni poklash uchun Allohning yo'lida sarf qilgan taqvo, pok kishilar dovzaqdan yiroq qilindi. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Robbining roziligi uchundir. Ya'ni uning pul mol sarf qilishi o'ziga yaxshilik qilgan birovning yaxshiligini qaytarish uchun bo'lmasdan, balki oxiratda jannatning bog'i bo'stonlariga erishib Allohning jamolini ko'rishni umid qilganligi uchun bo'lgan. U, ya'ni ihson qilguvchi odam Robbining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Ya'ni bundaq sifatlarga ega bo'lgan kishilar Alloh taolaning bergan mukofotlaridan cho'qim rozi bo'ladi. Bu oyatlarning nozil bo'lish sababi va Abu Bakrning fazilati to'g'risida. Nurg'unlagan tafsirshunoslar bu oyat Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida nozil bo'lgan degan. Hatta ularning ba'zilarining bayon qilishicha, barliq olimlar bu oyat Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida nozil bo'lgan degan fikrda birlikka kelgan. Abu Bakr radhiyallohu anhuning bu oyatning mazmuni ichiga kiradiganligida shak yo'q. Chunki u bu oyat umumiy jihatdan o'z ichiga olgan ummatning oldin qatordagi kishidir. Alloh taolaning poklanish uchun mol mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan odam uningdan, ya'ni o'tdan yiroq qilindi. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas degan oyatlar bo'lsa, ma'nosi hamma kishiga umum bo'lgan oyatlardandir. Abu Bakrning bu oyatning ichiga kirishi uning mushu sifatlarga ega bo'lishida hammaning oldi bo'lganligi. Payg'ambarning barliq so'zlariga ishongan, tasdiqlagan, taqvolik qilgan, barliq mol mulkini Alloh yo'lida sarf qilgan va payg'ambarga yor yo'lakda bo'lish uchun hech nimasini ayamagan, Alloh yo'lida sanoqsiz mol dunyo sarf qilgan, kishilarga yaxshilik qilishda ularning uning qilgan yaxshiligini qaytarish uchun emas, balki Alloh roziligi uchun mayli boy, mayli kambag'al, mayli muhtoj bo'lsin, hammaga yaxshilik yetkazgan zot bo'lganligi uchundir. Bu sababdan Saqif qabilasining kattasi bo'lgan Urva ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Hudaybiya sulhi tuzilgan kuni Abu Bakr radhiyallohu anhu unaga qattiq so'z qilganda, u sening menga burun qilgan yaxshiliqing bo'lmaganida sen albatta gap yoddirgan bo'ladi degan. Abu Bakrning qabilalarning kattalariga qilgan yaxshiliklari shunchalik darajada bo'lsa, odat kishilarga qilgan yaxshiligi qanchalik ko'pdir ha? Shunga Alloh taolo mundaq degan. Faqat ulug' Robbining roziligi uchundir.
u ya'ni ihson qilguvchi odam Rabbining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Imom Buxoriy va Muslim mundaq rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom kimiki Alloh yo'lida bir jup narsa sarf qilsa, jannatning mulozimlari, ey Allohning bandisi, bu jannat yaxshidir deb chaqirdi deganda, Abu Bakr radhiyallohu anhu, ey Allohning payg'ambari, uning birasidan chaqirilish muhim emas. U jannatlarning hammasidan chaqiriladigan kishi bormi? deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom uningga, "Ha, shundaq. Men sening shulardan bo'lishingni umid qilaman" dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alhamdulillah. Alloh taolo shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Layl surasining tafsiri tugdi. Kelar qitimda Duha surasi tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.